Toshkent shahardan 8 sotixli xonadonlar qarang. Bunaqa xonadonlar anchadan beri yo'q bo'lib ketgan deydi. 8 sotixli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Toshkent shahar Uchtepa tumanida qarang. Tarix bu tarix. Uyda qarang kattaligini. Vaqtida shunaqa katta uylar qurishgan ekan. Qarang. Yurlar hozir uyning ichini ko'rib chiqamiz. Bay. Aytishlaricha bu binoni tagi polniy podval. Butun boshli podval hammasi mana shu yerda joylashgan ekan. Ana. Qarang. Bu yerda oshxona ekan. Qoyili. Hol. Tak. Bu yerda bolaligimiz o'tgan uylar-ku bular. Tarix, istoriya. Qani endi imkoniyat bo'lsa-yu, shunaqa uyda olib, restavratsiya qilib, ota-onam bilan, bolalar chaqalarim bilan mazza qilib yashasam. Qarang. Taxtadan hammasi, voy. Naturalniy taxtalar hammasi. Qarang. Oho! Ayvonni qarang, balkon. Chirdak bor ekan. Bu chirdakdan yana sharoit qilib qo'yishgan ekan. Qarang. Детский площадкami bu? Bu yerda yana bitta xona bor. Avvalgi odamlar rosa serfarzand bo'lishgan-e. Baraka topishsin. Bu uylarni qurguncha qancha asab, qancha vaqt ketgani, qancha orzular mana shu uylarda qurilgan. Yaxshi niyat qilib. Tak. Sanuzul ekan bu. Mana bitta sanuzul qilsa ham bo'lar ekan. Hozir kichkinagina uylar bor. 4 ta 5 ta sanuzul bor. Qo'y. Bu yerda nima ekan? Cho'ti yorug'lik uchyapti. Orqa tarafi. Qo'yil. Voy. Mahallani qarang. Kengligini qarang. Voy. Rosa havasim ketdi. Batafsil ma'lumotni opisiyaniyada yozib qoldiramiz. Uy egalarining raqamlari hammasi shu opisiyaniyada yozilgan bo'ladi. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana endi sekin yopib ketamiz.